Navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Beshnaymonda Sanjar ukamizning xonadonida bugungi kunda 2025-yil may oyi e'tiboran tunika fonda haqiqiy narxlari necha pul bo'lyapti? Koziroglarning yonida regellardan keyin vodostoykalarimiz, bundan tashqari mana bu koziroglarimiz, regellarimizning orasidagi tunikalar haqiqiy nirjaveka. Tunika fonimizda 1 kvadrat $11,5 bo'ldi. Usta haqqi xomashyosi ichida ishlarimiz nimalar bo'ldi? $3866 ga. Tunika 226 kvadrat bo'ldi. Nirjaveka 9,5 kvadrat, 46,5 metr latoklarni qo'yib chiqdik. 8 ta vodostoyka o'rnatdik. Bitta dona kosmos hamda 2 ta rombik o'rnatdik. Bu yulduzchalar bir 70 ta yulduzcha o'rnatildi. Assalomu alaykum hammaga. Kaminosda Abdulloh jamoamiz bilan Tunikafon, Traventin, Sokol xizmatlari, xullas kalom tashqi fasad xizmatlarini ko'rsatish bilan shug'ullanamiz. Navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Beshnaymonda Sanjar ukamizning xonadonida patologlarni Tunikafon qilib berdik. Juda ham chiroyli qilib. Endi esa ushbu obyektga keladigan bo'lsak, ushbu obyektimizda o'ziga yarasha ko'p koziroglar bor. Tashqari, ko'chani, ichkarini, regelda koziroglarning yonida regellardan keyin vodostoykalarimiz, bundan tashqari mana bu koziroglarimiz, regellarimizning orasidagi tunikalar haqiqiy nirjaveka, quyosh tushganda rangi o'chib ketmasligi uchun haqiqiy nirjavekalardan qo'yganmiz. Ushbu obyektimizni batamon bitishligi $3866 ga batamon bitdi. Tunika fonimizda 1 kvadrat $11,5 dan bo'ldi. Usta haqqi xomashyosi ichida. Bu yerda bizlar o'rnatgan ishlarimiz nimalar bo'ldi? $3866 ga. Tunika 226 kvadrat bo'ldi. Nirjaveka 9,5 kvadrat bo'ldi. Nirjaveka narxi oddiy tunikadan qimmatroq. Hamda 46,5 metr latoklarni qo'yib chiqdik. Bu 46,5 metr latoklardan tashqari 8 ta vodostoyka o'rnatdik. Bitta dona kosmos hamda 2 ta rombik o'rnatdik. Mana bu yulduzchalar bir 70 ta yulduzcha o'rnatildi. Bundan tashqari 20 ta elektromontaj qilindi. Mana shu joyda batamon bitishligi $3866 ga bitdi. Bugungi kunda 2025-yil may oyi e'tiboran Tunika fonda haqiqiy narxlari necha pul bo'lyapti va u qanday sifatga ega bo'lish haqida aytib beraman degandim. Xo'p, bugungi kunda Tunika fonda har xil 110 mingdan tortib 200 minggacha qilinyapti. Lekin haqiqiy narxi necha pul? Haqiqiy narxi $12-13 dan biz qilyapmiz. Sababi 10-11 deganlar, bu 110 ming, 120 ming deydiganlar bu nerealniy narsa. Ya'ni bu nima uchun? Sababi agar siz sifatli tunikani texga zakaz qiladigan bo'lsangiz, bu 60 ming, 65 ming, 70 mingdan sizga 35 lik tunikani qayirib beradi. Agar u high-tech bo'ladigan bo'lsa, yana ham qimmatroq narxlarda bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yulkira xarajatlari bo'ladi. Tagiga qo'yiladigan metall profil. Biz tagiga, tunikani tagiga karkaslarni metall profilga qotiramiz. O'rtacha hisobda mana bu yerga 1 metr, 1 kvadrat joyiga 3 metr profil ketadi. 5 ming so'mdan hisoblaganingizda shuni o'zi 15 ming bo'ladi. Endi tunikani narxiga qo'ysangiz, ustalarni yaxshi sifatli ustalar necha pulga ishlaydi? Kommentariyada izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Usta akalar, yozib oringlar. Necha pulga ishlaysizlar? Mana shu narsalar hammasini qo'shib, xarajatlarni hammasini qo'shib hisoblayotganda bu narsani haqiqiy narx kelib chiqadi. Mana masalan, men bu ishni biz Tunika fonda Toshkent metallurgiya tunikasiga qildik. Tunikamizni qanligi 0.35, oq, mokri ranglardan va ba'zi joylariga tilla ranglardan foydalanganmiz. Ushbu Tunika fonimizning narxini biz $11,5 dan qildik. Hamma narsa xomashyo usta haqqi ichida. Mana dizaynni ko'ring, fasonni ko'ring, ish sifatini ko'ring. Mana shu $11,5 ga qilindi. Mana bu ba'zi insonlar narxni arzonroq aytadi, lekin ob'yomni bilmayman nimagadir juda katta qilib yuboryapti-da, ko'p joylarda e'tibor qilyapti. Baraka topgurlar, Tunikafon qildiradiganlar, boshdagi narxiga aldanib qolmanglar. Oxirdagi ob'yomli summa beradigan pullaringga e'tibor qaratinglar. Bu yerga beriladigan summa necha pul beriladi va unga qanday sifat bo'ladi, qanaqa xomashyo ishlatiladi, o'sha narsaga alohida e'tibor qaratinglar. Bu tunikamiz Toshkentdagi bu eng zo'ri degani emas, eng zo'ri rossiyskiy tunikadan hali Tunikafon qiladigan odamlar deyarli yo'q, bitta ikkita qildirmasa. Lekin rossiyskidan keyin yaqinroq sifati zo'ri bu Toshkent metallurgiya tunikasi. Shu o'rinda yana bitta narsa aytib o'taman. Master Class Premium degan tunika bor. Orqasiga yoziladi Master Class Premium. Bu tunikani 40 deb yozilgani orqasi katta ehtimollar bilan 35 chiqadi. Bu juda, ya'ni boyagi bozorchilar tilida minusovoy deydi-yu. Yana bizlar 40 lik tunikaga qildirdik, 35 lik tunikaga qildirdik, sanki nimaga qimmat deysiz. Bu narsalarni xudo xolasa ekspert qilib beraman, nasib bo'lsa tunikani polimerini
qalinligini, tunikani o'zini va kraskasi alohida qalinliklar haqida alohida video obzor qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada qiziq deb yozib yuboringlar. Bu uchun men alohida obzor qilaman. Xo'p, tunikafon qildirayotgan aka-ukalarim, sizlar har yili yo har 2-3 yilda tunikafon qildirmaysizlar. Bitta qildirasizlar, qoladi, shu bo'yicha ketdi. Bizlar shuni uzoq yil, 20 yil, 30 yillik strategiya bilan bo'lishligi uchun sifatli xomashyo va sifatli xizmatlarni amalga oshirish uchun hamma narsani inobatga olgan holda 145 ming deb belgiladik. Bu agar haqiqatan tan narxini hisobga chiqargan bo'lsangiz sizlarga arzonga tushadi. Sababi uzoq yil xizmat qilsa, ko'pchilikda uyini tomini ko'rgansizlar, narxiga o'chib olgan, tomini rangi o'chib ketgan. O'zi zanglashni ham boshladi 3-4 yilga qolmay. Shuning uchun arzoniga o'chib, ertaga ko'p afsus qilib yurmanglar degan maqsadda 17 yillik tajriba bilan kelib chiqib turib sizlarga xolisona o'zimning fikrimni aytyapman. Aynan mendan xarid qilishlaringiz, xizmatimdan foydalanishlaringiz muhim emas. Muhimi siz to'g'ri qaror qabul qilishligingiz. Men o'zimning soham bo'yicha sizga to'g'ri maslahat berishlik bu mening burchim deb bilaman. Masalan, endi siz esa shunga qarab xulosa chiqarasiz o'zlaringizdan. Agar ishlarimiz sizlarga ham yoqqan bo'lsa, siz ham uyingizda tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Ha, aytgancha, bizni bundan tashqari tashqi fasad ishlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Krisha, Traventin, Sokol va burchatka xizmatlari ham sizlarga qiziq bo'lsa yoki hammasini bitta qo'ldan chiqarmoqchi bo'lsanglar, sizlar uchun Usta Abdulloh tunikafon xizmatlarini tavsiya qilaman. Bizni kuzatishda davom etinglar.